Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, siz bilan birgalikda mana bunaqangi qiziq misolni ishlanish yo'lini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, misolimiz qanaqa? 1+1/3, 1+1/3 ning kvadrati, 1+1/3 ning 4-si, 1+1/3 ning 8-si va hokazo va hokazo 1+1/32 bo'lsin. Xo'sh, qanday qilib ishlaymiz? Xo'sh, buni ikki tarafini 2/3 ko'paytirib yuboramiz. Ko'paytirib yuboramiz va 2/3 ga bo'lib yuboramiz. Barobar. Demak, mana bu 2/3'imizni 1-1/3 deymiz. Buni yozamiz. Demak, 1+1/3. Xo'sh, bunisini yozamiz. 1+1/3 ning kvadrati. Xo'sh, demak, bunisini yozamiz. 1+1/3 ning 4-si va hokazo. Xo'sh, 1+1/3 ning 32-si bo'lar ekan. Mahrajimizdagi 2/3 ni tepaga chiqarib 3/2 deb yozib olamiz. Xo'sh, mana bu ikkalasi qisqa ko'paytirish formulasidan bu ikkalasi 1-1/3 ning kvadrati bo'ladi. Biz mana bu ikkalasini oladigan bo'lsak, bu ikkalasidan chiqadigan natija, ya'ni a minus b, a plus b 1-1/3 ning 4-si bo'ladi. Va biz mana bu ikkalasini oladigan bo'lsak, natija 1-1/2 ning 8-si paydo bo'ladi va hokazo ketma-ketlikda bajarish davomida mana bu ifodamizning jufti paydo bo'ladi. 1-1/3 ning 32-si degan. Va ular birgalikda 1-1/3 ning 64-si paydo bo'ladi va ko'paytirilgan 3/2 bo'ladi. Xo'sh, mana shunga o'xshagan qiziqarli misollarning yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.